2026-yil birinchi choragining o'zida deyarli 3 millionga yaqin sayyohni qabul qildik. O'zbekiston turizm sohasi 2026-yil boshida katta sur'at bilan o'smoqda. Birinchi chorakda deyarli 3 million xorijiy sayyohni qabul qilgani haqida hisobot berildi. Bu juda katta ko'rsatkichdir va oldingi yillardagi o'sishni ham davom ettiradi. Bugun juma va bu yaxshi xabarlar rubrikasi. Avstraliyada hayvonlarni ochlikdan qutqarish uchun noyob bir tashabbus amalga oshirildi. Ko'ngillilar sabzavotlar yomg'irini tashkil etib, qurg'oqchilikdan aziyat chekayotgan yovvoyi tabiatga oziq-ovqat yetkazib berdi. Volontyorlar kenguru va koalalar kabi hayvonlarga oziq-ovqat taqdim etish uchun kecha-yu kunduz ishlashdi. Bu esa hayvonlarning omon qolishiga yordam berdi. Shimoliy Karolina shtatida esa 6,5 ming nafar volontyor shahar markazida 24 soat ichida 10 mingdan ortiq yotoq kravatlarini qurishdi. Ushbu joy yotoqxonasi bo'lmagan bolalarga taqdim etildi. Sleep in Heavenly Peace xayriya tashkiloti uchun tashkil etilgan bu tadbirda volontyorlar taxtalarni kesish, tashish va yig'ishda qatnashdilar. Ularning maqsadi yotoqsiz qolgan bolalarga yordam berish va ularning hayotini yaxshilash bo'ldi. Bundan tashqari, Kosta-Rikada baliqchilar oddiy baliq ovlash safari vaqtida kutilmagan bir kashfiyotga duch kelishdi. Ular suv ostida g'alati bir nurni ko'rib, yaqinlashganlarida to'q sariq rangdagi ajablanarli bir akulani topdilar. Bu kashfiyot baliqchilarni hayratga solgan. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta sahifamizga obuna bo'ling.